Bolali bo'lganim bilan meni hokim tabriklayapti. Xullas yaqinda farzandli bo'ldim. 73 bo'ldi. Bizga shahar ma'muriyati tomonidan pochta keldi. Men pochtani ochib ko'raman. Behruz Bozorov, media menejer, bloger va 2 farzandning otasi. Behruzning ijtimoiy tarmoqlardagi Germaniya hayoti nomli sahifalarida 1,5 milliondan ortiq obunachi bor. U tayyorlagan kontentlarni millionlab odamlar tomosha qiladi. O'z chiqishlarida asosan Germaniya hayotini yoritadi. Muhojirlar muammolari haqida rost so'zlaydi. Maslahat va tavsiyalar berib boradi. Uning oilaviy mavzudagi chiqishlari ayniqsa qizi bilan oladigan kontentining muxlislari talaygina. Behruz Alijon o'z sinfdoshlari bilan juda yaxshi kommunikatsiya qiladi. Lekin vaqtini to'g'ri rejalay olmaydi. Yugurishni, chizishni va musiqaga yaxshi qiziqadi, ko'p sakraydi. Ko'p sakraysan bilasizmi? Birinchi tugatganing uchun senga sovg'a beramiz. Qarsaklar. Qulupnayda ishini, olchadek kulib turadigan, olmadek kerakli va qalampurdek ba'zan tomi ketib achchiq gaplarni gapiradigan qizcha degani. Tabriklayman birinchi sinf bilan. Rachka. Mana o'quvchi maslahatimiz. Xayr. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Biz Germaniyadamiz. Xabaringiz bor, vatandoshlarni izlab yo'lga chiqqanmiz. Butun Yevropa bo'ylab vatandoshlarimiz, o'zbekistonliklar haqida gaplashyapmiz, ular bilan suhbatlashyapmiz, fikrlari, mulohazalarini tinglayapmiz. Reyn daryosi qirg'og'ida Germaniyada ikkita viloyatning o'rtasida turibmiz. Qay shaharida? Ludwigshafen. Meni Amg'ayn deyiladi, ya'ni Rayn bo'yidagi Ludwigshafen. Daryoning nari tarafi Mannheim shahri va Baden-Württemberg viloyati. Biz hozir Rheinland-Pfalz viloyatida turibmiz. Ikkita viloyat o'rtasida turibmiz. Bu yoqqa kelganimizda nisbatan havo issiqroq ko'rindi, issiqroq tuyuldi, O'zbekistonga o'xshaganroq havo. Bizni kelganimiz munosabati bilanmikin deb o'ylab qoldim. Ya'ni to'g'ri, ana gidrometr aytdi-da, O'zbekistondan havo yaxshiroq deyiladi. Endi bu tasodif emas-da, chunki biz Shvetsiyaga bordik, quyosh chiqib sal isib ketdi. Norvegiyaga borsak ham nimagadir bugun iliq deyishdi-da. Shundan bildikki, demak biz o'zimiz bilan O'zbekiston quyoshini olib kelyapmiz Yevropaga. O'zbekiston quyoshi haqiqatda boshqacha. O'zi kichkina edi, ko'p eshitardim. Sel quyosh o'lka. Mana keyinchalik katta bo'lganimizda o'yladim, bu g'oya deb o'yladim. Lekin haqiqatda quyoshda ham farq bor ekan. Quyoshni farqi u o'sha biz yeyotgan narsalarda, ya'ni bizni o'zimizda ko'rinadi, to'g'rimi? Sen nima yesang shusan deydi, demak biz o'zimizni shakllantirgan bu biz tomondagi quyosh. Endi bu iqlim bilan bog'liq. Albatta. Jarayon. Bizning xarakterimizga ham ko'p narsa ta'sir qilgan. Biz ochiq xalqmiz baribir. Masalan, dunyoni istarali deydimi? Istarali o'zi o'zbek bo'lganim uchun aytmayapman. Men shu ko'p millatlar bilan suhbat qilib ko'rganman. Kursdoshlarim, qo'shnilarim har xil millatdan. Lokatsiya baribir insonni tabiatiga, fitratiga baribir ta'sir qilar ekanda. Demak, Behruzbek Yevropada, ayniqsa Germaniya hayot haqida juda yaxshi kontentlar qiladigan do'stimiz. Rostdan ham yaxshi bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar. O'z ishini ustasi, mana ko'ryapsizlar. Hozir ham shu auditoriya bilan ishlashni qo'l qilyapti. Biz yaxshi bilmaymiz, biz jurnalistmiz. Ukamiz esa bu sohani piri. Chunki bu yerda Germaniyada juda ko'p shunga o'xshagan tashkilotlar bilan hamkorlik qiladilar. Shuning uchun Behruzbek bilan xabaringiz bor. Biz Migrantuzda suhbatlashganmiz, juda yaxshi reaksiyalar bo'lgan. Toshkentda zo'r bo'lganda. Voy, mazza. Ko'p gaplar qolib ketgan, shuning uchun ko'p qolib ketgandi lekin. Endi vaqt juda ham kam. O'zi 5 kunga borgandim. O'shanda 2 soatini bizga ajratdi. Lekin mazza qildim aka. Juda yaxshi suhbat bo'ldi, chunki biz Yevropaga kelganimizda, suhbatlashganimizda ko'pchilik buni e'tirof qildi. To'g'risimi? Haqiqatan, Behruzbek yaxshi gapiradi, ta'sirli gapiradi va to'g'ri gaplarni gapiradi. Yo'q, endi mana bunaqa narsada aka, Xudo hammaga har xil baribir qobiliyat beradi. Kimdir yaxshi rasm chizadi. Bu og'riqli yangilik emas o'zi. Bu gaplar bizdan oldin ham aytib bo'lingan, bizdan keyin ham gapiriladi. Biz shunchaki endi ota-onam sabab, shu biz jurnalistika ichida men ham katta bo'lganim uchun shuni yetkazib berish sal dov bergan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi baribir bu gaplar aytilishi kerak. Siz ko'targan masalalar faqat yaxshi tomonini gapiraversa ham, odamlarda kelganda sal moslashga qiynalishi mumkin. O'zi duch kelgan, boshqa narsa ekan-ku Yevropa deyishlari. O'sha dadamning gaplarini aytib ketmoqchiman. Dadam ko'p gapiradi. Yaxshi narsa cho'ntagingda deydilar. Ya'ni, masalan, yaxshi narsa bu sizniki-da, yomoniga tayyor turgan doim deyiladi endi bu narsaga. Ya'ni yomoniga tayyor turish hammani ham bo'lmaydi boshida. Sababi
endi siz ham hayotimda yomon narsa bo'lib ketadi deb tayyorlamaysiz hech qachon. Lekin kutuv bo'lsa, kutuv to'g'ri shakllantirilgan, reallikka mos bo'lsa, immunitet shunga moslashsa. masalan, meni taxminan mana shunaqa narsalar kutadi degan tasavvur bilan kelinsa, moslashib ketish oson. To'g'ri tushuninglar, hammani rizqi garantiyalangan, hammaniki. Men siznikidan ola olmayman, menikidan hech kim qo'shib ola olmaydi. Shunchaki o'zbek zo'rib ketsa, aka kimga yaxshi? Hammamizga yaxshi. Bir-birimizni ham ko'rsak xursand bo'lamiz. Haddimiz sig'adi, bir-birimizga foydamiz tegadi. Mana o'zingiz nechta o'zbekni aytdingiz. Kelganimdan beri do'st o'zbeklar meni chaqiryapti. Aka, nimaga chaqiryapti? Sharoiti borki chaqiryapti. Agar uni noni bo'lmasa, o'zi qiynalib o'tirgansa, nelegal bo'lsa, boshqa bo'lsa, siz qayerdan chaqiradi aka? Ya'ni sharoiti yaxshi bo'lsa, foyda qilish imkoniyati kattaroq. Nafaqat o'z yaqinlariga, balki millatdoshlariga ham ko'p tegadi. Endi bu Maslow piramidasi. Ya'ni shunday. Ehtiyojlar qongandan keyin odam baribir jamiyatga bergisi kelib qoladi. Bu standart har qanaqa adekvat odamda bu shakllangan immunitet. Ya'ni siz ham uyingizda ro'zg'oringizni ancha kam ko'sini yopsangiz, qo'shnidan xabar olasiz. O'zingizni bolangiz och bo'lsangiz, qayerdan chiqib qo'shniga gaparasiz? Farovonlik shuda, o'zi Bu narsalarni gapirishdan maqsad nima? Ya'ni zo'rib ketinglar deymiz-da, boshqa nima? Bizdan oldin kelgan akalarimiz bizga aytib berishadi. Ularning sotsial seti yo'q, Instagram yuritmaydi ular. Biz shuni olib tarjima qilib, shu yeydigan ahvolda qilib beramiz. Akalar, 3 ming olsangiz ham bundoq bo'ladi, 4 ming olsangiz bundoq bo'ladi. Qancha katta pul topsangiz, nalogi shuncha katta bo'ladi deb aytamiz. Endi kimdirlar hamma har xil tushunadi. Yevropada yashaydiganlar gapimni 100% tasdiqlab o'tadi o'zi. Keyin biz o'sha Yevropaga kelganimizda juda yaxshi o'zbeklarga duch keldik. O'zbeklar o'zi yaxshidir. Endi juda yaxshi. Ya'ni bizni tanimasa ham bizga telefon qilishyapti. O'zbekistondan kelibsizlar, biz uyda mehmon bo'linglar. Biz mehmonni yaxshi ko'ramiz, ana Mahmudiylar oilasi. Undan keyin Norvegiya Ibrohim akaniga bordik. Undan keyin mana Alisher aka Sodiqov va boshqalar. Demoqchimanki, hali yana bu mehmon qilishadi. Ha, yana chaqirishyapti. Endi hamma joyga borishga imkonimiz yo'q. Biz imkon qadar shu yurtdoshlarimizni fikrlarini, ularni aytmoqchi bo'lgan gaplarni yetkazishga harakat qilyapmiz. O'zbeklar baribir bu yerda juda yaxshi o'z o'rniga ega bo'lib borayotganiga xursand bo'ldim. Shunaqa. O'sha bu narsani oldin ham aytgandim. Ularning ko'pchiligi birinchi hukumat davrida ko'pchiligi migratsiya qilishganda, shuning uchun mediadan hadiksirash bor ularda. Shunaqa ekan. Masalan, men ham ko'p aytaman. Aka, hali suhbatda ham ovqat ustida gaplashdik-ku, o'zbek ishlamaydigan firma yo'q, katta firmalarda. Yo'q, ishoning, hammasida o'zbeklar bor. O'sha Tesla'dan boshlab Amazongacha, Google'dan boshlab Applegacha, Samsung deysizmi, shu nemetskiy brendlar, BMW, Mercedes-Benz, Audi, advokat o'zbeklar, hokim o'zbek hali chiqmadi, chiqib qoladi bu ham. O'qituvchi o'zbeklar, aytishniklar, doktorlar, hamshira, istalgan sohani ayting. Germaniyadan men boshqa davlatlarda endi Rossiyada ham shunaqa bo'lsa kerak. Ko'p bo'lsa. Endi Rossiyaniki bo'lish tabiiy, sababi biz bitta davlat hududida bo'lganmiz, lekin butkul bizga begona bo'lgan, tili begona bo'lgan odamlarning orasida obro' topganini hisobi bu har ilmini orqasidan. O'zbek o'zi aqlli xalq, aka. Men buni ko'p aytib ham charchamayman. Biz aqlli xalqmiz baribir. Endi men bu bilan boshqa xalq ahmoq demoqchi emasman. Bizning DNKmiz kim endi tepamizga qarasak? Ibn Sinolar, Amir Temurlar, keyin juda ko'p madaniyatlar to'qnashgan, mana shu yerda rivojlangan chorraha uchun baribir qon aralashishi ham bor, boshqa tomoni ham bor. Keyin ko'p urush ko'rganmiz biz. Ko'p urush ko'rganmiz, ko'p nima deydi, ko'p bosqinlardan yashab o'tgan xalqmiz-ku, o'sha Abdulla Oripov. Yashovchan deng. Yashovchan Erkin Vohidovning ham she'rlarida ketadi-yu. O'ttilar sho'rlik boshingdan o'ynatib shamshirlaring, necha xoqon, necha sulton, necha ming xon o'zbegim deydi. Biz immunitetimiz shunaqa, yashovchanligimiz kuchli. Mana o'zbek qayda-yu, oyda-yu deydi. Chunki oydan foyda yo'q. Ya'ni bizda men bitta narsani ko'p kuzatganman, o'zbeklarda eruditlik kuchli-da o'zi. Eruditsiya. Ya'ni har bir sohadan bilim, potensial yoki fundamental bilimlar juda ham kuchli. Faqat biz har doim buni to'g'ri baholamaymiz, ming afsuski. O'zbeklarning bolalari qanday natijalarga erishadi? Siz ham otasiz, farzandlaringiz misolida, jiyanlaringiz misolida. Gapingizdan g'alati ketdi. Og'ir savol-da bu. Mas'uliyatli savol. O'ylantiradigan narsa juda ham ko'p o'zi, aka. Mana diasporalar tashkil qilingan. Germaniyada o'zida adashmasam 10 ga yaqin diasporalar bor. O'sha geografik joylashuvdan kelib chiqib, Shimoliy Germaniyada ham bor, Gamburgdan, Frankfurtdan, Myunxenda juda ham ko'p, 10 ga yaqin bor. O'sha bayramlarda ko'rishamiz. Albatta bolaliklar ham kelishadi. Ikkinchi generatsiya, uchinchi generatsiya o'zbeklar ham bor, uchinchisi ham bor. Generatsiyalarni hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni bobo bor, o'g'il bor, nevara ham bor. Nevaralar ham bor. Yaqinda bitta o'zbekni topuvdim, ular 4-generatsiya ekanlar. Ancha oldin. Ancha oldin. Ular o'sha sobiq ittifoq davrida bobolarini adalari ko'chib kelgan ekan.
lekin o'zbek tilini saqlab qolgan. Marg'iloncha o'zbek tili. Eshitsangiz, hali gaplashdik-ku, shevani saqlab qolgan. Endi shevani saqlab qolmagan, o'sha tozaroq, ruscha kamroq. Ha, bizlar masalan, men ham mana singlim rus tili maktabida o'qigani uchun suhbatimda baribir ruscha so'zlar chiqib ketib qoladi. Endi men buni ayb deb bilolmayman, endi shunaqa gapiraman. O'ylantirayotgan narsalar, albatta tarbiya va din. Bizni faqat shu ikkita narsa o'ylantiradi. Faqat shuni ushlab qolish. Ya'ni qadriyatlarimizni ushlab qolish va tilni ushlab qolish. Bu eng qiyin va eng katta investitsiya mana shunga ketadi o'zi. Qiyin bo'layotgan bo'lsa kerak. Endi boshqa jamiyat, boshqa yoshlar, boshqa avlod. Endi aka bola tarbiyasi qattiq oson o'zi. Unda olib qaralsa-da. Yo'q, endi O'zbekistonda osonroq, chunki tarbiya umumiyroq bo'ladi. Bizda mahalla, qo'shni ham bor, lekin bu yerda endi hammasi individual, individual endi ota-ona ko'proq ishlashiga to'g'ri keladi. Masalan, men boshqalarning bolalariga javob bera olmayman. Biz endi asosan shu qizim bilan suhbatlarda charchab ketaman ba'zan, to'g'risini aytsam, lekin majburman. Shuni mas'uliyat yelkamda turibdi, shu javob berishga harakat qilaman. O'sha oxirgi savol qolguncha ketaveradi savol. Bilasizki, 6-7 yoshda juda ko'p savol beriladigan davr. Chopon nima deydi? Endi uni tushuntirib berishim kerak, kulmasligim kerak. Ba'zilar eshitib turgan odam kulib yuborishi mumkin. Masalan, haddim sig'di degan so'zlarni tushuntirib berdim. Nima degani bu dedi? Haddim sig'di. Tushuntirib bering. Men tushuntirib. Keyin u uni ishlatadi-ku, biz hayron bo'lib o'tiramiz. Chunki ba'zan endi lug'atimizda doim ishlatilmaydigan o'zbekcha so'zlar bor. Endi siz o'qigan odamsiz-da, ko'p o'qigansiz, shuning uchun endi tushuntirib beramiz. Kengroq bo'ladi. Tushuntirib beramiz. Endi Germaniyada o'zingizlar bilasizlar, ya'ni Yevropa ko'p qonunlar qabul qilingan. Bolalar huquqlari bo'yicha. Bolalar huquqi bor bu yerda, ya'ni Yugendamt tashkiloti, shu urmaslik, qattiq baqirmaslik va hokazo bularning hammasini endi bu yerda do'stlikdan boshqa yo'l yo'q deb o'ylayman. Bola bilan faqat o'rtoq bo'lib olish kerak. Meni nazariyam bo'yicha shunaqa. Endi suhbat shu o'zbek tilida bo'ladi. Asosan fe'llarni tarjima qila olmay qolsa, alternativasi o'zbekcha kelmasa, biz aytib turamiz ayolim bilan. Faqat o'zbekcha gaplashasiz. Bu qat'iy qaror. Sababi juda ko'pchilik shunaqa ekan. Endi buni bu yerdagi psixologlar ham aytadi-da. Shunaqa Bu ekan. yerda ham aytishadi, "Sani ona tiling nima?" Biz aytamiz o'zbek tilida. Qaysi tilda gaplashasizlar uyda? O'zbek tilida. To'g'ri qilasan deydi. Nimaga? Ilmiy isbotlangan. Ha, sababi bola shundoq ham nemis tilini avtomatik o'rganadi tashqaridan. U baribir masalan maktabda bizdan ko'proq vaqt o'tkazadi. O'rtoqlar bilan kommunikatsiya tili, kitoblari shunda, uni qo'shnilar bilan masalan ba'zan do'stlari shunaqa bo'ladi. Endi ba'zan xijolat bo'laman aka, ochiq gap. Mahallada yuramiz. Hallo Behnusha, hallo Behnusha. Sizdan ham men tanimaydi ular. Qizim salom. Bu kim deyman? Bu kursdoshim adasi. Buchi, bu amakisi. Sen qayerdan taniysan? Olib ketgani kelganda, tanishib qolar ekanda. Keyin madaniyat ushlab qolishi yo'li menimcha shu uydagilar bilan ko'proq gaplashish, ko'proq filmlar. Ha, otalar so'zi. Otalar so'zi. Klassik ekan. Buni men bitta faqat men qilaman deb o'ylardim. Boshqa hozir bolalari 25 ga kirgan o'zbeklarni taniyman. Bu yerda katta bo'lishgan. Ular ham shu yo'lni tutishgan ekan. Zo'r gap aytiladi. Otalar so'zidan 1% bitta muomalani o'rganib qolsa ham bitta seriyasidan. Shuni o'zi katta narsa deyapti-da. Shuni ko'rsatamiz imkon qadar. O'zbekcha kino qo'yib beramiz. Shu ovqatlanayotgan paytda multfilmlar yo'q, multfilm bo'lmadi cho'ta. Qiziqishmadim. Bo'lmadi. Shu multfilm bilan kontakt filmchilar inovatga oladi. Ha, yo'q, rostdan kontakt bo'lmadi. Multfilm qo'yib berdim, bitta-ikkita. Endi men o'zim ko'rganim qo'yib berdim-da. Ya'ni tarbiyamga ta'sir qilmasligi uchun. Masalan, bu yerda agressiv multiklar bor edi. Masalan, Masha Medvedni qo'yib berdim. Yaxshi reaksiyam tarbiyasida o'zgarish sezib qoldim, sirasi to'xtatdim. Qaysi ma'noda? O'rniga boshqa narsani qo'yib turib, almashtirib ketish to'p og'riqsiz o'tib ketish uchun. Mana siz farzandingiz bilan, qizingiz bilan munosabatlaringiz endi kichkina esda qoldi. Munosabatlaringiz ijtimoiy tarmoqlarga ko'p qo'yasiz-da. Odamlar, sizni kuzatuvchilaringiz qanaqa munosabat bildirishadi? Uni tanqid qiladiganlar ham topiladimi? Tanqid yo'q lekin. Tanqid yo'q, sababi men bitta narsani og'riq bilan aytaman, men bilmasdim. Men rostdan, aka, bu kamera uchun emas, rostdan men bilmasdim. Ota va qiz munosabati O'zbekistonda og'riqli mavzuligini. Qanday? Qaysi ma'noda? Yo'q, masalan, kommentlar keladi-da, men orzu qilgandim otam bilan shunaqa gaplashishni. Endi meni ko'zimda bu norma. Masalan, endi san dadamiz shunaqa gaplashganda, singlim bilan, dadam singlim bilan shunaqa gaplashgani uchun men ham qizim bilan shunaqa gaplashaman. Tarbiya usulidagi har xillik haqida men ko'p o'ylayman-da. Biz endi millenial avlodmiz-ku, o'rtada gibridmiz. Endi biz ham texnologiyani ko'rgan, ham ishlatgan odammiz, ham eski davrni bir yashab o'tgan bir odamlarmiz-da. Bizni ota-onamiz tarbiyasidan ko'ra biz tarbiyamiz sal boshqacharoq. Bolalar bilan munosabatimiz. Biz masalan bolalarni deyarli urmaymiz. Masalan, urmayman men. Endi men O'zbekistonda yashaydigan o'zbek sifatida aytyapman. Ular bilan gaplashamiz, ularning fikrini eshitamiz.
bolalar ham imkon qadar erkin o'sayotgan bolalar demoqchiman. Ya'ni bizni haligi kelajagimizni qurib beradigan ham yoki o'shani ko'tarib beradigan ham biz tarbiyalayotgan avlodmi deb ham o'ylab qolaman. Balki biz mastirmiz. Kelajak ko'ramizda, biz to'g'ri qilyapmizmi yo'qmi? Chunki ba'zan rostini aytaman, meni ham miyamda urush bo'ladi. Ota-onam bergan tarbiya usulini baland qo'llagim kelib qoladi. Bu qilaman. Yo'q, men tan olaman, men qilaman. Lekin keyin savolim ham tug'iladi o'zimga o'zim. Bu zamonaviy ota-onalar boshqacha qilishyapti-ku. Endi bu tarbiya shunaqa narsaki, aka, juda ham individual narsa-da. Buni bir jaxlat qolib ham hisob bo'lmaydi. Masalan, men ham kimlardan eshitaman, o'zbeklardan aka deyman, bir jinslik nikoh haqida bolangiz savol berganmi deyman. Bergan deydi. Nima javob bergansiz deyman. Aytadi, "Men bunaqa javob berdim." Boraman, yana boshqa akalar bor, opalar bor, masalan, bolalarni. Endi ularni yig'aman, tarjima qilaman va zapaska olib qo'yaman. Ertaga shu savol uchib kelsa, uchib kelib bo'lgan bu savol, javob beriladi. O'zbek mediasida ko'rganman. Mashhurlar ham buni gapirib berishgan. Amerikada bo'lgan hodisachi, uyga kelsa, boyfriend bilan o'tirgan hodisasi. Ha, otasi. Mani o'sha odamga bitta savolim bor-da. O'sha qiz 16 ga kirguncha ada qatta bo'lgan. Mani bitta savolim bor. Faqat mana shu savolim o'ylantiradi. Mana siz 16 yil qayerda edingiz degim keladi. U bodam sizni begona odam uyingizga kirib eshikni ochib kirguncha siz qayerda edingiz, biradam degim. Prosta mana shu savol. Mana otaga berilgan savol-da. Keyin men qo'rqib ketdim, yig'ishtirib olib ketdim degan. Lekin hofizi Qur'on bolalar bor. Amerikada mani o'rtoqlarim yashaydi. Ham dunyoviy, ham diniy birlashtirgan. Qur'onni yodlagan bolalar bor. Chiroyli yashayotgan oilalar juda ham ko'p. Endi nimagadir shu joy olinadi. To'g'ri, mana bunaqa hodisalar ham bor. Endi bu qayerda-yu? Qayerda omadsiz kes yo'q. Qaysi bir ideal formulani olsa bo'ladi. O'zbekistonda ham ko'p-ku hozir. Endi bu juda ham katta mavzu va kimgadir tegib ketib qoladi. Men aytmoqchimanki, tarbiya yelkamizda turadigan narsa. Meni fikrim mana bu yerimizda, aka. Endi menga buni adalarimiz o'rgan xalqim, ya'ni luqmada ham gap ko'p deyiladi-da. Luqma halol, chunki luqma bizdan o'sha nima yesang o'shasan deyapsiz-ku o'zingiz. Harom, men bilmayman, endi juda bir katta gapirib yubormayman, men hali yosh bolaman. Ikkita bolam bo'lishidan qat'iy nazar bola haqida katta gapirib bo'lmaydi ham-da. Bu meni o'ylashim bo'yicha bu bola katta proyekt. Bu yillar davomida bir kun gaplashib qo'yingiz emas-da. Bu каждый день-da har kun ishlanadi. Kutmagan kuningiz keladi, o'zingizdan chiqib ketasiz. Doim ham er-xotin zo'r yashamaydi, aka. Yetishmovchilik bo'lib qoladi. Любой oilada asab ketadi ba'zan. Ishxonada kimdir sizga anaqa gapiradi. Endi bu juda katta mavzu. Ya'ni uni ustiga biz ham ona tilimizda gapirmaymiz bu yerda. Ba'zi bir istagan gap formulalarimiz istaganimizdek chiqmaydi. Bunaqa masalan ota-onalar majlisiga men hammasiga boraman, er-xotin birga boramiz. Chunki men o'tkazib o'rgan narsam xotinim ushlab qoladi. Endi savol. Mahalliy aholini tarbiya borasida yoki farzandlar tarbiyasi borasida, ularning kelajagi borasida eng katta savoli nimada? Eng katta muammolari nimada farzandlar bilan? Ishonasizmi? Og'riqimiz bir xil. Bir xilmi? Ishonmaysiz. Bilaman, balki kimdir uchun yengillik bo'lar. Og'riqimiz bir xil. Ya'ni mana aka kaltayib katta bo'lganmisiz? Rostini ayting. Mana adam noto'g'ri hisobdan tutib qo'yganlar. Men yeganmiz, xirchi yeganmiz. Bizlarni hozir ko'rayotganlarning katta qismi shunaqa. Endi bu nemislarda ham bo'lgan. Bu eronliklarda ham bo'lgan, bu serblarda ham bo'lgan. Shunchaki 1998-2000-yillarda yangi qonun chiqqan, bolalar huquqi va hokazo. O'shandan keyin bu generatsiya urilmasligi. Nemislar o'zi ko'pchiligi aytadi, biz boshqacha tarbiya ko'rganmiz deydi. Bu bolaga deydi, chips olib kelsang deydi, men bunaqasini yemayman. Men bunaqasini yemayman deydi. Aytaman, senda ham shunaqa og'riq bormi? Voy, menda ham bor deyman. Ayto, u nemis hayron qolmaydi, men hayron bo'laman. Nima, sen ham odamsan-ku deydi menga qarab. Men odamman, men dinim boshqa, mening kulturam boshqa. Yo'q, sen ham odamsan. Meni ham bolam yiqilsa, men ham jonim og'riydi. Men ham 5 ta bola xohlayman. Bu narsalar shunchaki mediadan tushib qoladi-da. Endi xuddi shunaqa muammo og'riq bitta ekan. Nimaga buni o'zgartirishga harakat qilmayman? Faqat o'sha bolalarning huquqi, bolalar huquqi. Nimani o'zgartirishni masalan? Yo'q, endi masalan o'shani qanaqadir yengillashtirib, ota-onalarga ham sal imkoniyat berib. Nima masalan? Tarbiya sal erkinroq. Yo'q, qarang, mana og'rig'imizni ham tugatib qo'ymoqchiman. Mani savolim shu. Ya'ni o'sha mashhur gap bor-ku, qiyin paytlar kuchli insonlar esa yomon paytni paydo qiladi, sikl davom etadi deydi-yu. Hozirgi bolalar masalan juda ham erkin, fikrlari erkin. Masalan, aka, ovqat yemayman degan paytingizda bolalikda nima bo'lgan? Ikkita variant. Liba yeb, yo nimadir uchib kelgan, yo och qolasan. Ikkita variant bo'lgan. Hozirgi bolalarni hisoblasangiz, alternativa berishingiz kerak. Chunki atrof shunaqa. To'g'ri, hozir kimdir aytishi mumkin, sen uni saqlab qolishing mumkin. Lekin aka, siz ham nechta narsani o'rtog'ingizga havas qilib olgansiz bu hayotda?
o'rtog'im olibdi degansiz. Endi bunga moslashamiz, istaymizmi yo'qmi? Endi og'rig'i, o'sha og'rig'imiz bir xil. Ular ham aytadi, biz shunaqa bo'ldik, bunaqa tarbiyalayapmiz. Qanaqa ekan deydi, endi bilma bo'lar ekan bu. Nimaga, savol nimaga? Bu pokoleniya hali katta bo'lib, hayotda nimadirni ko'rsatib bersa, bu tarbiya modeli o'zini isbotlaganini bilishimiz mumkin. Ungacha biror nima deyish kerak. Ungacha yaxshi niyat qilamiz. Ungacha ishlay olmaymiz. Endi biz ham, siz ham hammamiz ota-onamizdan olganimizni Shunaqa. birozgina Tahrirlar. o'zgartirish kiritib zamonga moslashtirib beramiz. Mana adam bilan oyim men bilan o'tirib gaplashganmi? Men ham shuni qolmi. Ota-onamni doim kitob ushlab o'tirganini men ko'rganmanmi? Men ham shuni bolamga o'tkazyapman xolos. Aka, rost bir katta yengillik qilmayapman. Endi bolalar bizni aksimizda, bizni qaytarqimiz. Vot. Men ham shunga keldim. Chunki nima bo'ldi? Sikl bo'lgan hayotimizda o'shanda ayolim imtihon topshirish kerak edi. Bir 4 oyga yaqin kitob ichidan chiqmaganda ayol. Qizim paytali o'qishni bilmasdi. U o'yladiki, onam menga vaqt topmasdan kitob o'qiyaptimi? Demak, kitob zo'r narsa. Unda shunaqa tushuncha paydo ostida paydo bo'ldi-da, uni o'yinchoqlarga bo'lgan mehri yo'qolib qolib, rangli kitoblar xohlab qoldi. Men 100% buni analizini qilganman o'tirib olib. Men aytdim, nimaga cho'tta bu kitobga qiziqib qoldi? Masalan, men ko'p montaj qilaman telefonda, boshqa ko'pincha qo'limda telefon bo'lib qoladi-da. To'g'risi, men audio kitob ko'p eshitaman. Yo'lda, podkastda, avtobanga chiqqanda eshitaman-da, bu narsani endi qizim oldida ko'rsata olmayman. Ha, 2 yil qizim aytibdi, kitobga qiziqib ketib qoldi. Men ko'rganini qiladi. Ha, tushunib yetdim. Demak, biza tarbiyalashdan ko'ra o'zimizni normallab qo'ysak, masalan, men ham ayam o'sha aqli odamlar gaplashgan ko'rgandan keyin intervyularni ko'rganman, kitob yozganlar, adam kitob yozganlar. Biz o'ylaganmiz, bu kitob najot. Men hali ham shu fikrdaman. Yagona yo'l. Ha, endi hali ham shu fikrdaman. O'sha men xohlayman, ota-onam berganini bir 10% ni agar bolamga o'tkazib yuborsam, menimcha yaxshi ketadi. Chunki senim eng yosh PhD'lardan bo'lgan, o'zim sohasi bo'yicha jurnalistikada, masalan, 28 da PhD bo'ldi-da. Hozir katta qizib qoldi. Hozir ham oilasi bilan shu yerda yashaydi. Siz gapingizga 100% qo'shilaman. Bolalar aksi. Ya'ni biz endi olmani teginimiz tushadi aka. Olma tushadi-da. Aytmoqchi bo'lgan narsamki, ya'ni Yevropa shu muammo bilan duch kelayotgan ekan, ya'ni avlodlar o'rtasidagi o'sha ziddiyatlarga duch kelayotgan, shuni taqiqlasa bo'lmaydimi? Ya'ni bundan foydalanayotgan bolalar ham bor ekanda. Ya'ni shu imkoniyatdan bu foydalanayotgan, suiiste'mol qilayotgan bolalar ham bor. Masalan, o'sha erki ota-onasi qattiq gapira olmaydi. Buni oqibatda o'zi bilganini qilib ko'chaga chiqib ketadi. Yaponiyada ham shu muammo, Shvetsiyada ham shu muammolar bor. Ya'ni o'sha erkinlikni suiiste'mol qiladi. Endi bola o'zi bilasizmi, manipulyator bo'ladi. Tabiatan. Sizni manipulyatsiya qiladi. Biror narsa olmoqchi bo'lsa. Endi shunaqa erkinlik ularni nima deydi, oldingi qadriyatlardan uzoqlashtirib, endi masalan faqat keyin menda savol tug'ildiki, faqat bunaqa erkinlik faqat oilasidami yoki ko'chaga chiqqanda ham u erkinlik davom etadimi? O'zini o'nglab oladimi? Yo'q. Baribir erkinlik endi ko'p narsada bu juda katta mavzu o'zi. O'tirib gaplashishimiz kerak o'zi. O'tirib olib bir bizlarni ko'radigan 3 soatlik podkast qilsak, bitta mana shu mavzuni o'zini ochib, sochib tashlasak bo'ladi. Endi qila olmasligining sababi Yevropa butun dunyoga ko'p narsa bo'yicha baqirib qo'ygan-da. Mana globalizm masalasida baqirib qo'ydi, inson huquqlarida. Mana oddiygina misol, mana oxirgi svejiy ma'lumotlar, Rossiyaning aktivlari nimaga bera olmayapti? Bitta misol. Ukrainaga ko'tarilyapti-yu, u qilishyapti. Nimaga? Sababi hozir biz Rossiya aktivini bunga berib qo'ysak, bu endi nemis matbuotlarida ham chiqqan, butun dunyo bizga ishonch yo'qoladi. To есть, agar biz bu urush boshlab qolsak, bizda nimadir bo'lib qolsa, demak bizlarning pullarini deb yuboradi. Hamma olib chiqishni boshlaydi. Shuning uchun ham o'zi qaror qilgan qonunlarni shunchaki yo'q qila olmaydi. U qonunni o'zi qabul qilinguncha bir necha yil o'tkazib yuborishgan-da bular. O'zingiz ham mana nechta joyga kirib ketdi. Jurnalist obro'si haqida gapirdingiz. Politsiyasiz ushlagan, bitta jurnalistligingizni ko'rsatingiz, sizdan Men ko'rsatmadim. Gapirib qo'ydim. Jurnalistmiz desam, keyin darrov o'nglab oldi, qaytarib berdi. Mana aka, bu bitta bosqichini ko'ryapsiz. Men nima demoqchiman? Qonunni qabul qilinishigacha bo'lgan jarayonni o'zi uzoq-ku. Uni qabul qilingandan keyin uni orqaga qarab qaytaradi aka. Bu 2 marta. O'zi qaysi davlatda eshitgansiz? Katta konstitutsiyaviy qarorlar bekor bo'lib ketgan. Ya'ni nima uchun bu yoqqa keldik? Biz o'sha mavzuda nima uchun keldik? Ya'ni bolalar huquqi masalasida ham endi qaytish qiyin demoqchisiz. Menimcha qaytish qiyin. Sababi konvensiya qabul qilib bo'linganda. Halo. Halo. Men shunaqa, meni fikrim shu.
balki bolalar huquqi bo'yicha o'tirgan odamlar boshqa fikrda bo'lishar. Kommentga yozib ketinglar. Mani bilganim shu, ota sifatida men ham kuzatib o'tiraman, xabarlarni ko'rib o'tiraman, nimalar bo'lyapti, nimalar bilib qo'yishimiz kerak. Masalan, o'zingiz bilasiz, qonun bilmaslik sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun ba'zan bolasini oldirib qo'yganlar ham bormi? Shunaqa holatlar bor. endi bitta joyi bor. Yugendamt tashkiloti haqida gaplashadigan bo'lsak, juda boshqacha puflanadi o'zi. Yugendamt tashkilotida o'zbeklarimiz bor. Bolalar huquqini Nima tashkilotini aytib? Ha, bu Yugendamt bolalar huquqini himoya qiladigan mustaqil tashkilot. Bu Hukumatga aloqasi yo'q. umuman bo'ysunmaydi bu. Bu faqatgina qarorga bo'ysunadi. То есть buni qaror o'zlari chiqargan bo'lsa, bo'l ketdi, zelyonniy. Politsiya bilan borib turib, bolani olib chiqib ketishadi. Lekin uni olishning sharti bor. 12 ta bitta bandi bor. Shu bandlarga tushishingiz kerak. Sizdan bolani olib qo'yish uchun o'zingiz kelib qolib, bitta skalangizga olib qolish, bor turib sразу. Birinchidan Germaniyaga problema. Bolani asrash kerakmi? Ketdi, soqqa o'tadi Germaniya. Chunki unga pediatr topib beradi, pedagog topib beradi, joy berish kerak, ovqat berish kerak, sog'ligiga qarab ketdi unga vashi problema. Shuning uchun u yerda bir qator bandlar bor. Birinchi ogohlantiriladi. Xat keladi, ogohlantiruv bo'ladi. Undan keyin 6 oydan keyin yana bir ogohlantiriladi, psixologlar kelib ketadi, ishlanadi ota-ona bilan. Masalan, doimiy ravishda kaltaklansa, doimiy ravishda xo'rlansa, doimiy ravishda och qoldirilsa, jismoniy hayotga xavf tug'dirgansa, doimiy qaytarilsa va bu narsaga isbotlar bo'lsa, ogohlantiruv va 6 oydan keyin psixologlar ishlashi va yana bu narsa 1 yil ichida qaytarilgan bo'lsa, ya'ni demoqchimanki, darrov tortamiz. Yo'q. Bu prosta internetlarda oxiri ko'rsatiladi. Tepani ko'rsatishmaydi. Ha. Ko'p holatlarda to'g'rilanib ketsa kerak emas. Ha, chunki o'zini tutib olishadi, chunki olgandan keyin bermaydi. Ha. Endi Germaniyada shunaqa ekanda, bu masalani biz Shvetsiyada ham gaplashdik, katta ota-onalar bilan. Shunaqa holatlar bo'lar ekanki, ana shu ustunlikda, ya'ni huquq ustunligidan foydalangan bolalar, endi aytaylik 15 yoshli, 16 yoshli hali bolalar, o'smir yoshlar hamma narsaga aql yetadi-yu. Shundan foydalanib o'z chekisi keladi, ichkisi keladi, boshqa qilgisi keladi. Masalan, ota-onasi musulmon bo'lsa, bunga yaxshi tarbiya bermagan bo'lsa, shuni foydalanadi masalan. Chiqib ketib, ko'chaga o'sha nimalarga qo'shilib ketib, istagan haligi bir ota-onaga borib tusharkan, kimdir boqib oladi uni. Sharoitlarni qilib beradi, zo'r, hammasi zo'r deydi, keyin bir necha oylar o'tgandan keyin deydi, u bola tushunib yetadi deydi. Narigi ota-ona, boqib olgan ota-ona unga sharoit qilgan, lekin mehr yo'q, taft yo'q. Shuni qilib, shuni shu bitta taftni hamma narsani qilib ko'rgandan keyin o'zi bola deydi, tushunib yetadi. Bo'ldi, xato. Mehr, taft yo'q bo'lgandan keyin, yo'q, qaytish imkoniyati bor ekan. Ha, tushunib yetgandan keyin deydi, qaytib kelar ekan deydi. Qaytib kelgan holatlar bor deydi. Endi men bu katta tajribasi bor odamlardan eshitganman. Bola bilan ko'priklar yasashchi. Eng qiyin joyi o'sha переходной возраст aytyapsiz-da siz. O'tuv yoshimi? Balog'at yoshiga tushdi. O'sha 14 dan, ba'zilarda 12 dan boshlanadi. Juda opasniy period deyshadi. To'g'ri desam, ha, endi Germaniyada o'zi vaqtinchalikka olinadi boshida, 1 oylik yoki buni endi qarorga qarab, 3 oyga, ba'zan 1 oyga olinadi. Ota-onaga ruxsat beradimi yo'qmi, endi sudda ko'rib chiqiladi. Masalan, kelib ko'rish mumkinmi? Bizning endi mahallamizda bor shunaqa odam taniymiz. Har 1 oyda bir kunga ruxsat bor yotib qolishga. Undan ortiq qola olmaydi. Endi aytaman, bu yerda juda sikl uzoq. Endi bizdan qo'rqishadi nimaga? Bizda endi ko'pincha baribir jismoniy zarar berish bor haligacha-da. Men buni to'g'ri-noto'g'ri deya olmayman, hech nima deya olmayman. Sababi men o'zim shunaqa sistemada katta bo'lganmiz, juda ko'p o'zbeklar katta bo'lishganda. Endi davrimiz uchun balki to'g'ri bo'lgandir. Shunaqa. Endi hozir boshqa davrda. Aytaman, davrimiz uchun bu to'g'ri bo'lgandir. Davrimiz uchun shunaqa bu narsa to'g'ri bo'lgandir. Nima bo'lgan taqdirda ham o'sha haligi din bilan aralashib qadriyatlarimiz, tarbiyalarimiz hosil bo'lgani masalan. Shu ham qaysidir ma'noda to'g'ri. Endi deb topilyapti endi ko'pincha. Endi buni vaqt ko'rsatadi aka. Buni men faqat shunaqa deb o'ylayman. Vaqt, hamma narsaga davo vaqt. Ya'ni o'sha insoniyatga, jamiyatga foydali bo'lib odam chiqsa, o'zidan boshqa odamni o'ylaydigan darajaga chiqsa, ana o'sha men inson deb o'ylayman. Siz shu ko'rsatuvlarni mana akamiz sovqotib turib, mana bitta kameralar yo'qotdilar, anta bodiragam yurtdilar. Siz qanaqa yurganini o'zingiz bilasiz-ku aka. Oson emasligini ko'p. Siz shuni kimlar uchun qilyapsiz? Aka, to'g'ri qoringizni so'ydirmoqchisiz. Yana kim uchun qilyapsiz? Jamiyat uchun. Shuni o'zbek ko'rsin. Biz endi o'z vazifamizni qilyapmiz-da. Xo'p, lekin bu siz kasbingizga aylanib qolgan. Men aytmoqchiman, shunchaki mana aksirdilar. Qaringlarni ko'rsatib bo'lsa, akam aksirdilar, Ashir aka aksir berdilar. Men aytmoqchiman, bu gapimni tegragansidan bu bizni yaxshi bo'ldi. Yaxshi gapga. Yaxshi gapga aksir bo'ldingiz. Men aytmoqchi bo'lgan gapim,
insonni insonligi nimada? Biz bir-birimizni qo'llashimizda, bilganimizni bo'lishimizda. Siz ertaga mendan bir kun yana ham yaxshi yashay olsangiz, men faqat xursand bo'lishim kerak deb o'ylayman. Chunki shundagina rivojlanamiz. Rivojlanish bu nima? Birga o'sish. Shunday. Birga o'samiz. Chunki daraxtni ham bitta shoxi bo'lmaydi. Daraxtni ham ko'plab shoxi bo'ladi. Biz o'sha ko'plab shoxlarimiz. Agar bizning bolalarimiz o'sha foyda keltiradigan odam bo'lsa, ziyon emas. U shuni o'zi ham katta gap bo'lib qoldi-da. Hozir ziyon qilmasa ham xursand bo'ladigan zamonga kelib qolganmiz. Shu foyda keltiradigan odam bo'lsa, menimcha bizani meni ichimda galochkam ana tring bo'ladi. Ana yashilcha tring yonadi, ichimda yonadi. Mana o'sha sizning kasbingiz shu-da. Men Xudo menga shu kasbni yuqtirganda. Shu taqdir qilgan. Bu ham bekor emasdir. Bu ham balki ota-onangizga balki duo kelgandir. Bolalaring yaxshi joylar, yaxshi insonlar bo'lsin, jamiyatga foyda kelsin, olmin duo ketgandir, bolaga o'tadi-yu. Endi bu ham taqdirda. Endi biz hamma o'zining missiyasini bajarib ketadi. Albatta. Hammani o'zining vazifasi, missiyasi bo'lganda. Sizga rahmat. Juda chiroyli suhbat bo'ldi. To'g'risi mikrofonni urdim. Ha, uzib chaqilab ketganmiz, quloqinglar olib ketmadi. Demoqchi bo'lganimki, biz suhbatga tayyorgarlik ko'rmadik, shunda keldik, manzarani ko'rdik. Keling shu yerda suhbatlashamiz dedik. Rahmat. Yaxshi yomon gaplar bo'lsa uzr. Hamma endi imkon qadar gapiradi, imkon qadar ko'rsatadi. Albatta, men o'ylaymanki, shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, meni bu gaplarimni 1000 marta aytishgan. Mujskoy solidarность deydi, endi o'zbekchasini kelmayapti. Bu akalarning mehnatini men ko'rib turibman va bular qilayotgan ishni men juda ham yaxshi tushunaman. Bular necha kilometrdan tiyinga ulab, akalar, aniq eshinglar. Hamma joydan ekonom qilib ko'proq odam bilan gaplashaylik, ko'proq informatsiya yetib borsin. Ko'proq joyga yetib boraylik, ko'proq foydali bo'lsin deb harakat qilishyapti. Shu mehnat uchun like, kommentni o'zingizlar bilasizlar, o'zingizlarga tashlaymiz. Bizani insofli odamlar ko'radi deb o'ylaymiz. Bir oydan bir yuribmiz. Bir oydan beri hozirlik, musofirlik, haligi nima deydi, sinovlarni ko'rdik. Mana operator ekipimiz birinchi marta kelishi juda ham qiynalyapti, lekin ishlayapti. Sovuqda turib. Bunaqa ko'p umrimda, faoliyatim davomida bunaqa ko'p intervyu, bunaqa ko'p syomka qilmaganman. Ko'rgan bo'lsanglar, mehnat uchun, menga emas, shu akalarimiz uchun, sababi qancha ko'p like va izoh qoldirsanglar, agar shu suhbatda bir donagina foydali gap bo'lgan bo'lsa, yana ham kimgadir yetib boradi. Shunchaki ham hojatxonada va qayerlardadir reels ko'rib ham vaqt o'tib ketmoqda hozir. Ko'p. Shuni agar foydali odamga yetib boradigan bo'lsa, akamizni ham bu orqada ishlayotgan odamlarni ham Alisher aka bizani mashina olib keldilar bu yoqqacha. Hammaga foydali bo'ladigan bitamiz. Hatto bo'lsa ham o'zinglarni asranglar, bir-birimizga yordam berishdan to'xtamaylik. Biz kuchli xalqmiz, aqlli xalqmiz. Katta rahmat. Esdan chiqarmanglar. Qilganman. Aka rahmat. Sog' bo'ling, vaqt ajratgan. O'zi yozda kelsangiz, ham stul qo'yib olib, bu boshqacha bo'ladi. Shoyi damlab olib, 3 soat, 4 soatli olsangiz bo'ladi.